Assalomu alaykum, muhim xabarlar kanaliga xush kelibsiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni hamda o'zingizni qiziqtirgan video ostida kommentariy yozib qoldirishni unutmang. Xonanda Munisa Rizayeva to'yga dori ichib bordi. Bugun esa u og'ir ahvolda. Uning bu holati keng muhokamalarga sabab bo'ldi. So'nggi kunlarda muxlislarni qo'rqitgan va hayratga solgan voqea. O'zbekiston san'atida o'ziga xos ovoz va sevimli qiyofaga ega bo'lgan xonanda Munisa Rizayevaning salomatligi jiddiy ravishda yomonlashdi. Aytishlaricha, bir necha kun avval u to'yga borish arafasida dori ichgan holda sahnaga chiqqan. Oxirgi xabarlarga ko'ra esa u zo'rg'a gapirayotgan har bir so'zi og'ir va nafas yetishmayotgan holatga o'xshaydi. Uning yuzida sevinch emas, og'riq bor edi. Munisa to'ydagi barcha mehmonlarga tabassum ulashsa-da, ichki dunyosini pinhon tutdi. Hech kim bilmadi. U olib kelgan tabassum ortida og'riq va charchoq bor edi. Sizlar mendan kulishni kutdingiz, men esa nafas olishni istayman deyishga o'xshaydi go'yo. Ayni damda ma'lum bo'ldiki, Munisa to'ydan avval qandaydir dori ichgan. Bu shifokor tavsiyasimi yoki shaxsiy qarormi? Hali aniq emas edi. Biroq u holatda sahnaga chiqishi, qo'shiq aytishi va tinimsiz harakat qilishi tanasiga kuchli ta'sir o'tkazdi. Munisa Rizayeva oxirgi marta ko'rinish bergan videoda u hatto so'zlarni to'liq ayta olmayotgani ko'ringan. Uning har bir so'zi go'yo 1 gram og'irlikka o'xshaydi. Nafasi tanasini emas, ruhini tashlab ketganga o'xshaydi. Nafasida charchoq, lablarida esa gaplarning yarmi. Bu na ijod, na sahna. Bu inson dardining ovozsiz, ammo jirkanch darajada kuchli soyasiga o'xshaydi. Munisa Rizayevaning muxlislari tomonidan savollar yog'dirildi. Nima uchun u dori ichdi? Nima sabab bo'ldi to'g'ri dam olmasdan to'yga borishiga? Uning atrofidagilar, muhit faoliyati bunday og'ir qarorlarga yetakladimi? Bu savollarga hozircha javob yo'q, ammo Munisani faqat xonanda emas, inson sifatida anglashga intiluvchilar uchun bu alohida qayg'u, tashvish va hamdardlikka sabab bo'ldi. Muxlislar ijtimoiy tarmoqlarda uning sog'ayishi uchun duo qilishmoqda. Ko'pchilik uning hech qachon bu darajada og'ir ahvolda ko'rilmaganini aytib, samimiy izohlar qoldirishmoqda. Munisa bizga sog'-salomat keraksiz. Sahna sizni emas, siz sahnani yoritasiz. Bu voqea faqatgina bir insonning kasallik holati emas, bu ijodkorning ko'zgu ortidagi dunyosini, charchoqni, ruhiy bosimni ko'rsatadi. Munisa Rizayeva bu kunlarda hech qanday qo'shiq aytmasa ham, uning og'ir sukuti minglab odamlarga ta'sir qilmoqda. Uning og'ir holati bu zamonaviy shou biznesining ko'rinmas qiyinchiliklarini yana bir bor ochib berdi. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.